aka, biz Xitoy mashinalari to'g'risida odamlarning fikrini o'rganib chiqyapmiz. Qanaqa mashina edi bu? Buni nomi Belay deb ataladi. Qisqaroq qilib aytganda buni gibrid deb atashadi ko'pi. Ну, lekin faoliyatlari, xizmat ko'rsatish faoliyatlari hammasi yaxshi, xudoga shukr. Mana O'rikzorlarga boramiz, shaharlarda yuramiz biz. Mana hozir buni o'rganmaguncha 1 yil atrofida bo'ldi. Hozir mana hozirgacha mana tiniq yaxshi yuribdi. 1 yil davomida remont qilmaysizmi? Yo'q, hech qanaqa remont degan narsa bo'lmadi. Allohga shukr, hammasi mana yaxshi. Yurishlari ham, nima deydi? Mana bu zapravka qilganda benzinlari ham bemalol yurishlari ham oqlayapti hammasini. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Ham benzinda, ham tokda yuradi. Ham bu tokda, ham benzinda. Benzin kamaygan paytda tokda avtomatik o'zi o'tadi, avtomatik ravishda. Nima deydi? Odamlarga ancha qulaylik vaziyat beriladi. Maksimal qancha masofa bosib o'tsa ularga? Yurdim, bir 600 lar atrofida yurdim. Xudoga shukr, yaxshi hozir. Bundan oldin qanaqa mashina haydaganingiz sir bo'lmasa? Bundan oldin Cobalt haydaganmiz. Cobaltdan qaraganda ancha yaxshi demoqchiman-da. Hammamiz yurgan faoliyatlarda ham, misol uchun mashinada yurasiz, yurganda ham qanaqadir yumshoq, mягкий yurasiz-da bunda. Ana Cobaltda sразу zvuklar bilinib qolardi. Bunda shum yo'q, boshqa yo'q. Xudoga shukr, hammasi mana shumizatsiya qilib qilingan. Zavoddan qanday chiqamiz, shunday haydab yuribman. Mana ko'z tegmasini yaxshi hozir. Yurishi jo'sk emas, ходовой. Yo'q, zo'r. Manaqa nima deydi? Standart talabiga javob beradigan darajada-da. Mana yurib turibmiz. Sir bo'lmasa, qanchaga olganingiz buni? $60,000 olganmiz. Odamlarga tavsiya berasiz bemalol. Обязательно odamlarga tavsiya qilaman. Xudo xolasa mana shunaqa mashinadan olib minsinlar odamlar ham. Hammaga nasib qilsin. Ham Alloh nasib qilsa, hammaga nasib qilsin bu narsa. Aka, samimiy suhbat uchun rahmat. Katta ham ishlaringizga. Salomat bo'ling.